Nuh surasi Makka da nozil qilingan 28 oyatdan iborat. Surada Nuh alayhissalom o'z qavmini iymonga da'vat qilgan kezlarida ulardan ko'rgan jabru jafolari va oxiri tavfiq topmagan kofir qavmlarining tug'yoni avj olib ketgandan keyin ularning haqlariga duoibat qilganlari to'g'risida oyatlar bayon etilgan. Ankabut surasining 14-oyatiga ko'ra Nuh alayhissalom 950 yil payg'ambarlik qilgan. Oxiri Alloh tomonidan to'fon balosi yuborilib, kufr va zulm egalari tamomila halok etiladi. Nuh alayhissalomning necha yil umr ko'rgani to'g'risida turli xil tafsirlar mavjud. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Haqiqatan biz Nuhni qavmingni ularga alamli azob kelmay turib ogohlantirgin deb o'z qavmiga payg'ambar qilib yubordik. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. U dedi: Ey qavmim, albatta men sizlarga yuborilgan aniq ogohlantiruvchidirman. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Allohga ibodat qilingiz, undan qo'rqingiz va menga itoat etingiz. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Shunda Alloh sizlarni gunohlaringizdan o'tar va sizlarni belgilangan muddatgacha ajalingiz yetgunicha tirik qoldirar. Agar biluvchi bo'lsangiz, Allohning belgilab qo'ygan muddati kelganda aslo kechga qoldirilmas. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. U yana dedi: Ey Rabbim, men qavmimni kecha-yu kunduz iymonga da'vat etdim. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Ammo mening da'vatim ularga faqat iymondan qochishni ziyoda qildi xolos. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Darvoqe, har gal men ularni sening mag'firatingga, din yo'liga da'vat etsam, ular eshitmaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib, kiyimlariga o'ralib oladilar va o'z kufrlarida qattiq turib oladilar hamda menga itoat etishga kibr qiladilar. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
So'ngra men ularni oshkora da'vat etdim. So'ngra men ularga o'z da'vatimni ochiq e'lon ham qildim, pinhona qilib ham aytdim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Bas dedimki, Rabbingizdan mag'firat so'rangiz. Albatta u bandalariga nisbatan o'ta kechirimli zotdir. يرسل السماء عليكم مدرارا. Shunda, ya'ni istig'for aytsangiz, ustingizga osmondan barakali yomg'ir yog'dirur. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sizlarga mol dunyo, farzandlar bilan madad berur, hamda sizlarga bog'lar barpo qilur va sizlarga anhorlarni ato qilur. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Nega sizlar Allohni ulug'lashni, ibodat qilishni o'ylamaysiz? Holbuki u sizlarni ona qornidagi vaqtingizdan boshlab bosqichma-bosqich yaratgan bo'lsa. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Ko'rmadingizmi? Alloh 7 osmonni qanday qavatma-qavat qilib yaratdi. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Oyni ular ichida nur qilib, quyoshni esa chiroq qilib qo'ydi. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Alloh sizlarni odamni yerdan undirdi, paydo qildi. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. So'ngra vafot etganlaringizda sizlarni yana yerga qaytarur va qiyomatda sizlarni yana chiqarur. والله جعل لكم الأرض بساطا. Alloh yerni sizlar uchun to'shak qildi. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Toki undagi keng yo'llarda yurgaysizlar. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Nuh yana aytdi: Ey Rabbim, dar haqiqat ular menga itoatsizlik qildilar, hamda topgan mol dunyosi va farzandlari o'ziga faqat ziyonni oshiradigan kimsalarga ergashib ketdilar. ومكروا مكرا كبارا. Ular juda katta makr qildilar. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. O'zlariga ergashgan kimsalarga sizlar o'z ilohlaringizni sira tark etmangiz. Vadni ham, Suvoni ham, Yag'usni ham, Yauqni ham va Nasrni ham sira tark etmangiz dedilar. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Dar haqiqat ular Nuh qavmining kofirlari ko'p kishilarni yo'ldan ozdirdilar.
ey Rabbim, zolimlarga faqat gumrohlikni ziyoda qilgin, dedi Nuh. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Ular o'z xato gunohlari sababli g'arq qilinib, suv balosidan so'ng olovga kiritildilar. Bas o'zlariga Allohdan o'zga yordam beruvchilarni topmadilar. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Nuh aytdi: ey Rabbim, yer yuzida kofirlardan birorta tirik yuruvchini qoldirmagin. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Chunki agar sen ularni qoldirsang, bandalaringni yo'ldan ozdirurlar va faqat fosiq noshukurlarni tug'arlar. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Ey Rabbim, meni, ota-onamni, uyimga mo'min holda kirgan kishilarni va barcha mo'min va mo'minalarni mag'firat etgin. Zolimlarga esa faqat halokatni ziyoda qilgin.